Hammaga salom. Bu Gazeta.uz. Yangi O'zbekiston bog'i atrofidan yurganlar juda yaxshi biladi. Ya'ni bu yerda o'tganlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu yerda juda katta qurilishlar ketyapti. Ma'lum bo'lishicha, mana shu hududda Yangi O'zbekiston bog'i yer osti o'tkazgich yo'li qurilmoqda. U 6 ta polosadan iborat bo'ladi va barcha kutganidek bu yerda metro bekatini ham joylashtirish uchun qurilishlar ketmoqda. Gazeta.uz hudud joyiga kelib, qurilish ishlari qanday ketayotgani bilan tanishdi. Batafsil esa bu haqda reportajimizda gapirib o'tamiz. Toshkent shahri hokimiyati 10-aprel kuni Yangi O'zbekiston Shoh ko'chasidagi Olimpiya shaharchasi hududi atrofida yer osti tunneli qurilishi boshlanishi haqida xabar bergandi. Shu munosabat bilan ko'chaning bir qismida transportlar harakati 1-sentyabrgacha cheklandi. Hozir KX ko'rgazma majmuasidan Yangi O'zbekiston bog'iga kiraverishgacha bo'lgan yo'lning bir qismi yopiq. Haydovchilar uchun Olimpiya shaharchasi orqa tomonida Murabbiylar ko'chasi orqali aylanma yo'l tashkil etilgan. Yo'l o'tkazgich qurilishi uchun yerni kavlash ishlari 17-aprelda boshlangan. Buyurtmachi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yangi Toshkent shahrini qurish direksiyasi Davlat gumanitar korxonasi, bosh pudratchi esa Ko'prik qurilish aksiyadorlik jamiyati. Yo'l o'tkazgich loyihasini yaratish Turkiyaning Arkon kompaniyasiga topshirilgan. Pudratchi tashkilot qurilish ishlarini Mustaqillik bayramigacha tugatishni maqsad qilgan. Pudratchi tashkilot mas'ullari qurilish ishlari ketayotgan hududda transport tuguni bo'lishi haqida gapirdi. Bu ayni shu joyda ko'plab transport tuzilmalari birlashadi degani. Masalan, bir nuqtada mashinalar harakatlanadi, yer ostida metro bekati joylashadi, yer ustida tramvay liniyasi bo'ladi. Piyodalar uchun yo'laklar barpo qilinadi. Quruvchilar uning kelajakdagi ko'rinishi taxminan shu tarzda bo'lishiga ishontirmoqda. Aytilishicha, hozir qurilish ishlari bilan birga loyihalash ishlari ham parallel davom etmoqda. Loyiha sxemasiga ko'ra salkam 600 metr hududda yer osti yo'l o'tkazgich quriladi. Unda avtoyo'l va metro bekati joylashadi. Yer osti metro bekatining uzunligi deyarli 200 metr, kengligi 19,6 metr, balandligi 7,65 metr bo'ladi. Lekin metro liniyasini bu yerga olib kelishlari mazkur loyiha doirasiga kiritilmagan. Uning taqdiri keyinroq hal bo'ladi. Hozirgi loyihada faqat stansiya uchun joy tayyorlanadi. Yo'l o'tkazgich esa 3 polosadan iborat, 2 tomonga harakatlanuvchi jami 6 polosali mashina yo'lidan iborat. Uning tunnel qismi deyarli 90 metr va tayanch devori 500 metr, kengligi 25,5 metr, balandligi 7,5 metrdan ortiq bo'lishi reja qilingan. Yo'l o'tkazgich soatiga 10,500 ta transportni o'tkazish qobiliyatiga ega. Uning qurilishi bitgach, qazilgan hudud yana yer sathi bilan tenglashadi. Sodda qilib aytganda, buzilishdan oldingi yo'l o'z joyiga qaytadi, lekin loyihaga qaralsa, avvalgidek u yer mashina harakatlanishi uchun emas, balki piyodalar uchun bo'ladi. Yashil hudud joylashadi. Yangi O'zbekiston bog'idan Olimpiya shaharchasiga o'tish osonlashadi. Ular yagona ansamblga birlashadi. Ayni damda quruvchilar xandaq qazish ishlarini davom ettirmoqda hamda metro bekati uchun beton qo'yish ishlarini olib bormoqda. U yakunda qanday ko'rinishga kelishini esa yana kuzatamiz. Sizning bu qurilish ishlaridan xabaringiz bormi? Loyihaga munosabatingiz qanday? Izohlarda fikrlaringizni kutamiz.